qaynonamdan yozda yeyiladigan ajoyib ramen. Bu ramen biz qaynonamdan bodring va muzdan tayyorlanadi. Hi guys. Hoy, kars qaynonasinikida yeb ichish tugamaydi. O'zbek qaynonanikida ish tugamaydi dedim. Deyman ham ishlarimni qilishga uchib ketdim. Bir kunli partalarimni yuvgandim. Bugun o'shalarni bir dast olib, esonaman ilvosam, marramaniki deb turdim. Bu ham 2-3 soat qo'lni oldi. Instagramga video olish ham qiyin ekan, qo'yish ham qiyin ekan. Uni montaj qilish undan battar qiyin ekan. Voy, buni o'zi ham olganimga 3-4 kun bo'ldi bu videoni. Endi mana ovoz yozib, shunda ham auzuchkamni 10 marta o'chirib, 10 marta eshitib zo'rg'a oldim. 1, 2, 3 vola, hamma yoq yaltirab, chinni chiroqli uylarni yig'ishtirib, keyin yo'l oldik. Qayerga deysizlarmi? Baliqoviga. Xo'jayinim qayerdandir quyosh chiqib Baliqoviga boramiz, yur, bolalarni aylantirib kelamiz deb qoldilar. Xursand bo'lib ketdim. Ikkita bolamni oldim, yo'lga tushdik. Joyga ham yetib keldik. Yarasa ham salqin soy joylar ekan. Rizq qo'rqqandim, quyoshda kuyib ketsam kerak deb. Yo'q, salqin joylar bor ekan. Turmush qurganimizga xudo xolisa 5 yil bo'ladigan bo'lsa, lekin birinchi marta xo'jayinim Baliqoviga olib keldilar. Rosa ham xursand bo'ldim. Mendan ham ko'p ikkita bolamiz xursand bo'ldi, chunki o'g'lim shunaqa hayvonotga, baliqlarga, mana shunaqa hayvonlarga rosa qiziqadi. Baliqlarni ko'rib rosa xursand bo'ldi. Endi ta'riflashga til ojiz. Birinchi balig'imizni quyosh botgandan keyin ushladik. O'zi eshitishim bo'yicha baliqlar quyosh botganda chiqarkan. Bu orada bolalarim ozgina zerikib qolishdi. Ularga telefondan multfilm qo'yib, ozgina chalg'itib turdim. Shu bilan quyosh botdi, shom bo'ldi. Narsalarni yig'ib sekin uyga yo'l oldik. Hammalarga tavsiya beraman, haftada yoki oyda bir marta bo'lsa ham shunaqa aylanishga oilaviy borib turinglar. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hammalarga rahmat. Qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. عيوني ما بتنام